Hammaga assalomu alaykum. Bugun zo'r mavzu haqida gaplashamiz. Kanalda bu haqida yozib o'tirdim. Ya'ni sifatpast rasmlarni qayta ishlab, ularga yorug'lik berish haqida. Bu bo'yicha bitta master prompt tayyorlab qo'yganman. JSONda yozilgan. Balki ko'pchilikga tanish bo'lishi mumkin yoki tanish bo'lmasligi mumkin. O'sha mavzuga o'tishdan oldin ekrandagi oboi yoqqan bo'lsa, bitta olov bosib qo'yinglar. Xo'p, endi Flipikga o'tamiz. Bu yerda ko'rishinglar mumkin. Testviy anaqa qilib ko'rganman. 2-3 marta. 2-3 ta promptlar sinab ko'rdim. Oxirgi prompt tugagandan keyin ham ba'zi kamchiliklar bo'ldi. Hali ham bor kamchiliklari. Xo'p. Prompt o'zini ko'radigan bo'lsak, prompt o'zini yozilishi o'sha aytganimdek JSON haqida o'tadigan bo'lsak, JSON bu xuddi dasturchilar tilida yozilgan promptga o'xshaydi. Buni afzalliklari haqida batafsil aytib o'ta olmayman, lekin ancha qulay oddiy promptdan ko'ra. Bitta yaxshi tarafi, buni sun'iy intellekt modellari osonroq o'qiydi biza odatiy promptdan ko'ra. Odatda yozilganda ChatGPTga JSONda yozib bergin desanglar, o'sha JSONda yozib beradi. Xo'p, endi ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu nimadan iborat? Bu yoqda hop bizada xo'p, bizada mana bunaqa rasmimiz bor. Bunaqangi rasmi, tanishimning rasmini joylab qo'yaymi? Mana rasm. Uncha kattalashmas ekan. Xo'p, xullas mana shu rasm bor. Bunga biza rasm sifati pastroq. Bunga biza o'sha yorug'lik qo'shishimiz. Keyin mana bu yerda rimlight deydi ingliz tilida. Rus tilida qanaqa bo'lishini eslolmadim to'g'risi. Xo'p. O'sha effektni berish kerak edi. Rasm sifatini oshirib, qo'shimcha yonida o'sha effektni berish kerak edi. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, prompt ancha uzunroq, faqat e'tibor berish kerak bo'lgan qismi mana light degan joydan boshlanadi. Lighting rebuild degan, ya'ni yorug'liklarni qayta joylashtirish degani. Bu yerdan ham ko'p qismlarga e'tibor bermasanglar ham bo'ladi. Agar ingliz tilini yaxshi tushunsanglar, buni ichidan ham bemalol nastroykalar o'zingizga kerak bo'lgan effekt chiqarib olsanglar bo'ladi. Juda ham oson. Xo'p, bizga aynan kerak bo'ladigan qismi mana bu yerda rimlight degan qismi. Xo'p, bu yerda qanaqa nastroykalar bor? Rimlightni turi, joylashuvi, kuchi, rangi va effekti. Bizga ko'pchilik kerak bo'ladigan qismi asosan o'sha rangi bilan joylashuv bo'lsa kerak, balki o'sha qism haqida gapirib o'tamiz. Masalan, position degan joyda men yozganman, chap tarafda deb yozganman, left side deb, keyin rangini orange bo'lsin, ya'ni sabzi rang bo'lsin degan. Bu yerda xuddi o'sha effektni chiqarib bergan. Yonida o'sha rimlight qo'shgan. Nima deydi? O'sha chap tarafida. Endi diqqat bilan qaraydigan bo'lsak, bu Nano Banana Pro'da emas, 2da qilingan. Buni yaxshi tarafi generatsiyani juda ham tez qilib beradi. Mana shunaqa umumiy rasmning asosi o'zgarmasdan kichkina detal o'zgaradigan bo'lsa, Nano Banana 2 ni foydalanishni tavsiya qilaman. Agar umumiy rasmga 30% dan ko'proq ishlab beriladigan bo'lsa, Nano Banana Pro'dan foydalangan ma'qul. Endi bu yoqdagi namunalarni ko'radigan bo'lsak, o'sha aytganimdek joylashuv va rangini oladigan bo'lsak, men ko'proq binafsha rangida foydalanib ko'rganman. Ya'ni positionni left side emasda both side, ya'ni ikki tarafdan ham deb yozsanglar, masalan Google'da tarjima qilishinglar mumkin yoki o'zingizlar bilishinglar mumkin. Bu yerda o'sha ikki tarafdan ham qo'yib beradi, o'sha sizlar aytgan rimlightni rangini bemalol o'zgartirsanglar bo'ladi. Bu yoqda mana ikkalasini farqini ko'radigan bo'lsak, bu yoqda rimlightni kuchi kamroq. Mana bu yoqda intensity degan qismida bu mana extremely high intensity degani juda ham yuqori darajada degani. Bu o'shaning uchun kuchliroq qo'yib bergan. Mana bu yoqda kamroq. Bu yoqda ham ko'proq. Xuddi shunaqa qilib даже o'sha yorug'likning kuchini ham bemalol o'zgartirsanglar bo'ladi. Bu promptni Telegram kanalida izohda qoldiraman. Bemalol foydalanib ko'rib, natijalarni izohda bo'lishsanglar bo'ladi. Xo'p. Umuman olganda prompt shu haqida. Bundan tashqari yana o'zim qanaqa prompt qilmoqchi edim? Prompt sizga rasmni istalgan stilda bo'yab beradigan, ya'ni bu kinochniy bo'lishi mumkin yoki estetik bo'lishi mumkin yoki o'sha kommerchеский deydi, o'sha reklamaga mos qilib bo'yab berishi mumkin. Faqat bu Gemini'da salgina muammo bo'lar ekan. Har safar so'raganingizda
boshqa natijalarni chiqarib beradi. Yana bitta anaqa bitta promptdan doim bittada yaxshi natija chiqmaydi. Prompt mukammal yozilgan bo'lsa ham buni kamida 3 marta qayta sinab ko'rish kerak. Bu sizlardan hech qanaqa kuch talab qilmaydi. Faqat rasmni yuklaysizlar, prompt joylaysizlar. Balki 3 ta yoki balki 4 ta bo'lishi mumkin. Sizlarga eng kerakli yaxshi natijani olsanglar bo'ldi. Umumiy video ma'nosi shundan iborat. Sizlarga o'sha rasm sifatini oshirib beradigan, qo'shimcha bizga yorug'liklarni qo'yib beradigan instrumentni ko'rishimiz kerak edi. Xo'p, bizda yana mana bu yoqda bitta anaqamiz bor edi, misolimiz. Xo'p. Buni ko'ra olarkanmizmi? Ha, mana. Buni ko'rsanglar, yorug'lik juda ham orqa fonda juda ham kuchayib ketgan, yorug'lik juda ham kam, rasm sifati ham o'ta past. O'shanda men prompt ishlatganimizda bizga kinoshniy effekt plus bizga aynan chap orqa tarafdan o'sha rimlight qo'yib bergan ko'k rangda deganmiz, o'sha anaqani qo'yib bergan. Biz buni o'sha YouTube previewlarda bemalol ishlatishimiz mumkin. Xo'p, sizlarga rahmat. Ko'rganingiz uchun fikrlar bo'lsa, promptlar bo'lsa, izohlar bo'lsa, bemalol kommentda yozib qo'yinglar. Xo'p, salomat bo'linglar.